o'xshamas. Kotibi davru raqam avvalgilarga o'xshamas. Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Ko'nglim ichra dardug'am avvalgilarga o'xshamas. Kim ulayning hajri ham avvalgilarga o'xshamas. Siz xonishlarni tinglayotgan xonanda marhum hofiz Davronbek Nurmetov Bo'sqalalik Ro'zmat aka va Poshshajon onalarning sevimli farzandi edi. Bugun biz xotiralarda marhum Davronbek Nurmetovni eslar ekanmiz. Ijodiyotda o'ziga xos iz qoldirganligini his qilamiz. Ortay bugun o'zimni-da, niyastam kim qilsaram maxvi erdizimni-da. Endi qilsanglar sistem avvalgilarga o'xshamas. İnsoniyatni Allohim so'z aytishdek bebaho inoyat bilan mukofotladi. So'z insonning chin madadkoridir. Topib aytilgan so'z hamisha yurakka yetib boradi. Qo'shiqning zamirida ham albatta birinchi navbatda so'z turadi. Ko'ngilning eng nozik izhori so'z bilandir. Inson qayg'uga, hasratga to'lgan chog'ida aytib yig'laydi. Quvonchini, shodligini, mehrini, muhabbatini quvonch bilan shodliklarga to'lib kuylab aytadi. Va ana shu izhor bevosita so'z bilan kuyni birlashtiruvchi bir mo'jizaga aylanadi. Qo'shiq meni nazarimda insondan ham baland, yuksak deb o'ylayman. Chunki inson hamisha qo'shiqqa muhtoj. O'zining his tuyg'ularini, o'zining mehrini, muhabbatini, o'zining qalb izhorlarini, g'amini, hasratini ana shu kuy orqali aytilgan so'zga yuklagan odamzod va hamisha bu tarzdagi ijod insonga ruhiy quvvat baxsh etgan, kayfiyat baxsh etgan, hayotga, go'zallikka muhabbatini yanada oshirgan, ruhini yuksaltirgan, g'ururini ko'targan. Asrlar davomida ota-bobolarimiz tomonidan kuylab kelingan qo'shiqlar, ashulalar bizning ma'naviy xazinamizning durdonalari bo'lib, ruhiyatimizni, ma'naviy xazinamizni bezab kelmoqda. Davronbek Nurmetovda ham shunday bir sohir ovoz, so'zga bo'lgan inja bir munosabat, kuyga bo'lgan mehr muhabbat mujassam. Chunki Davronbekning ota-bobolarida, oilasida ana shu qo'shiqqa bo'lgan muhabbat qondan, jondan o'tgan bir xosiyatdir. So'gmay o'tganlar uchun ota-onalar rasmikin, o'z zamonin rost etar qavmu mardlar aslikin. Shun hayot tilsimlarim ochmak amallar kasbigim, ey navoiy qilma jamshidu faridun vasbikim. Shog'ozi va karam avvalgilarga o'xshamas. Ko'nglim ishra dardug'am avvalgilarga o'xshamas. Sanatkar bilan do'st o'g'illar, sanatkarni yaxshi ko'rgan odamlar ham vaqt ajoyib inson bo'lib yetishadi. Davronbek ham mana shu yilda kamol topib, san'atga yoshligidan maktabda o'qib yurgan vaqtlaridan qiziqib, og'asi Otamurat bilan birgalikda yonida daryo chertib, san'atni sirlarini o'rganib, elimizda hurmatga sazovor bo'ldi. Shu elimizda necha to'y bo'lsa, barini Davronbek so'nggi davrlarda o'zi sovurdi. Odamgarchilikli, hasbiyil, shunday insonlar edi bu. Hayotimda ilk bora meni she'rimni qo'shiq qilib kuylagan shu aka-uka Otamurat va Davronbek Nurmetovlar bo'ladi. Maktabda o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan paytimda shu qishlog'imiz darg'alaridan biri sizni uyga taklif qilmoqchiman.
shu xonandalar kelyapti, Otamurat bilan Davronbek kelyapti degan bir taklif bilan chiqdilar va shu xonadonga bordik turmush o'rtog'im bilan va o'sha xonadonda birinchi marta hamsuhbat bo'lish nasib qilgan va Otamurat Nurmetov menga sizni she'rlaringizni qo'shiq qildim. Buni endi ijro etmoqchiman, lekin avvalo shu sizga manzur bo'lsagina aytaman uni. Shuning uchun o'zingizga bir kuylab beray deb men shu taklif bilan sizni bu yerga taklif qildik desalar, to'g'risini aytsam boshim osmonga yetgan. Bunaqasini kutmaganman. Men suygan bog'larda bir yoz aylandi. Bo'g'zimda mavhum bir ovoz aylandi. İçimde bayansız ayoz aylandi. Yo'lingiz biz tomon aylanmadi yor. Pinhonda ishqimiz, tuymadingiz ah. Kuyib kul bo'lgan biz, kuymadingiz ah. Biz g'aribni siz bir suymadingiz ah. Yo'lingiz biz tomon aylanmadi yor. Va mana shu satrlarning oxirida shunday band bilan tugallagan bu she'r, siz yoq chaman, biz yoq qorga aylandi. Bu qo'shiq qo'shiqmas, zorga aylandi. Sochlarim eshilib dorga aylandi. Yo'lingiz biz tomon aylanmadi yor degan satrlar bilan tugagan. Otamurat shuni mendan, Gavhar opa, agar ruxsat bersangiz shuni sochlarim eshilib dorga aylandi degan satringizni dardlarim eshilib torga aylandi deb aytsam rozimisiz deb aytgan. Men hayratlanganman-da. Bu yigitlarni bu qadar kamtarligini, o'zini sohasi uchun mas'uliyatli ekanligini va shoirning hurmatini shu qadar joyiga qo'yishlaridan hayratlanganman. Keyin yana bir xalqona ohangda yozilgan bir she'rni o'yin yo'llarida ijro etishgan. O'lsam o'lay, qolsam qolay yorijon, dardginamga bir so'zingiz dorijon degan. Davronbekni o'zi ham juda mahorat bilan ijro etgan. Shu hayotimda ilk bora she'rimni qo'shiq qilib kuylagan shu aka-ukalardan juda ham minnatdorman. Qo'shiq qo'shiqmas zorga aylandi. Dardlarim tizilib dorga aylandi. Dardlarim tizilib dorga aylandi. Yo'lingiz biz tomon aylanmadi yorim. Yo'lingiz biz tomon aylanmadi yorim. Aylanmadi yorim. Aylanmadi yorim. Xorazm madaniyati san'ati degan bir gazetamiz bor edi. Bir kuni Davronbek ukamiz rahmatli bir o'rtog'ining oldiga borib xizmatga ketadigan bo'lganlar bir tadbirga tez bo'l chiq deb shuning stolning ustida qarab tursa, gazetada Xorazm so'zim qo'llarına chiqib qolibdi. Ta'riflab berdik. Shu Xorazm uslubida kuy bastalab, chiroyli qilib, me'yorina yetkazib ijro qilibdi. Men bundan juda xursandman. Xorazm zamini azaldan jahonga mashhurdir kuyu g'azaldan. Novolari qolmas hech ham nazardan. San'atin jahonga taratgan ilm, betakror maqomni yaratgan ilm. Polli do'stchi bola baxshilaring bor. Sherozi ojiza bari betakror. Hojixon Komiljon ruhi madatkor. San'atin jahonga taratgan ilm, suvora Feruzni yaratgan ilm. Xorazm davrug'in yoyib har yona, davrida otajon kuylab tarona. Jo'shqin sozda ortiq olmaxon ona, san'atin jahonga taratgan ilm, ustozlar ruhini shod etgan ilm. Serjilar raqsining ko'plari shaydosi, Gavhar xonim bunda kasbin fidosi, Qutlumurod shuldir so'zning a'losi, san'atin jahonga taratgan ilm, sho'x lazgi kuyini yaratgan ilm. Shu Xorazm degan ashulamiz bor. Qutlumurod degan bir aka do'stimiz yozgan. Butun ustozlarni kiritilgan shu she'rning ichiga. Komiljon usta, Hajixon usta, Sherozi ustalar hammasi bor. Ustozlarni qilib ketgan ishlari, suvoralarni yaratib, maqomlarni yaratib ketganlari hammasi shu ko'rsatilgan shu she'rning ichida. Bu ashullarni ko'p joylarda so'rashadi.
Xorazm zamini azal azaldan jahonga mashhurdir she'ru g'azaldan. Xorazm zamini azal azaldan jahonga mashhurdir she'ru g'azaldan. Navolari qolmas hech ham nazardan, san'atin jahonga taratgan ilim, betakror maqomni yaratgan ilim. San'atin jahonga taratgan ilim, betakror maqomni yaratgan ilim. Polduzchi bola baxshilaring bor, Shirozi ojiza bari betakror. Polduzchi bola baxshilaring bor, Shirozi ojiza bari betakror. Hajxon komiljon ruhi madadkor, san'atin jahonga taratgan ilim, suara firuzni yaratgan ilim. San'atin jahonga taratgan ilim, suara firuzni yaratgan ilim. Xorazm san'atini yoyib har yona, davrida otajon kuylab turona. Babam ortib Allohona, san'atin jahonga taratgan ilim, ustozlar ruhini shad etgan ilim. Serjilor raqsning hamma shaydosi, Gavhar xonim bunda kasbin fidosi. Qutlumurod shudur so'zim a'losi, san'atin jahonga taratgan ilim, sho'xlazgi kuyni yaratgan ilim. San'atin jahonga taratgan ilim, sho'xlazgi kuyni yaratgan ilim, betakror maqomni yaratgan ilim, suara firuzni yaratgan ilim. Davronbekda Otamuratni bunday darajaga chiqishida oilaviy muhit katta rol o'ynaydi. Ro'zmat akamlarning ta'sir doirasi juda kuchli bo'lgan. Men Ilhomboydan bilaman, juda yaxshi soz, ashula ijro qiladi. Davronbekni birinchi ustozi deb men Otamuratni bilaman. Davronbekda shu darajada yetishida Otamuratning katta xizmatlari bor, hissasi bor. Hamnafas bo'lib san'atda ijro qilish o'ta san'atkordan ziyraklikni talab qiladi. Davronbekda xislatlaridan biri o'ta ziyrak inson edi. Sababi hamnafas bo'lib ashula aytganda hatto nafas olish ham bir xil bo'lishi kerak, bir xillik saqlanib turadi. San'atkor hamisha she'riyat bilan oshna, she'riyatdan uzoqlashsa undan san'atkor, ijodkor chiqmaydi. Davronbek o'ta mulohazali, har bir aytadigan asarida chuqur mag'ziga yetib ijro qilgan. Davronbek san'at sohasida ko'plab ko'rik tanlovlarda qatnashgan. Davronbekning ijodi hech qachon to'xtamaydi, u barhayot. Sababi u yaratgan asar, ijro qilgan ashulalar klassika bo'ladimi, har birimizni xonadonimizda hamisha yangrab turadi. Madaniyat uyida shu ustozlarimiz bor, shogirdlarimiz bor.
Shu milliy yo'nalishda shu suvoralar, maqomlar ustida, folklor janrlari ustida ishlab turibmiz hozir. Ustozlardan ko'p kelib so'rab bilmagan narsalarni o'rganib. Masalan, qaysi xonandalar hozirda sizlar mana shu hamkorliklarda bor? Endi bizda hozir Maqsad aka Matqurbonov bor, ustozimiz. Shu birgalikda ishlaymiz. Qurolbek Xudoyberganov do'stimiz. Ko'pchilik shogirdlar, Javlonbek bor. Shu maqom yo'nalishlarida tayyorgarlik ko'rib turibdilar. Ey ko'ngil merila bol, nomehribonlik din nasib. Yaxshi bo'l, yaxshiga hardam, bul yomonlik din nasib. Yaxshilik fikrida bo'l, tark et yomonlik fikrini. Yaxshi niyat xayrul, bu badgumonlik din nasib. Yaxshi niyat xayrul, bu badgumonlik din nasib. Yaxshilik birla birodarlarga yetkir foyda. Yaxshilik birla birodarlarga yetkir foyda. Zulm etib nafsing uchun qilmaz yolg'iz din nasib. Zulm etib nafsing uchun qilmaz yolg'iz din nasib. Kim sanoyi nafsing uchun qilni yorursan ikki. Tami şeytan birla bunda qo'lda dorlik din nasib. Hak yağdı birlen, bol aman içindesin. Gaybi hak yağdı birlen, bol aman içindesin. Munça dünya teşvişiden naamanlık din nasib. Munça dünya teşvişiden naamanlık din nasib. Yo'lingiz biz tomon aylanmadi yar. Yo'lingiz men tomon aylanmadi yar. Ustozdan ko'p so'zlarni, misol ashulalar aytilish yo'llarini, o'zini sahnalarda tutishni, to'y davralarida qanday ashula aytishlarini o'rganganman-da. Shunaqa bir ashaddiy muxlislari bor, do'stlari bor. Shular davralarida ustozning ashulalarini eshitishni niyat qilib qarab o'tiradidan shu ashulasini aytganimda yig'laganlarni ko'rganman-da. Ustozni
hamma ashulasini sevib ijro qilganman. O'zi menga ham bitta ashulasini shogirdim, sen o'sha ashulani aytishing kerak deb. Bir ko'rdim oldingiz qushim, qaylardan keldingiz qushim, ko'rganlarim o'ng yotishim, tush bo'lsa armon bo'lasiz degan bir xorazmcha yalla so'z berganda, o'zi aytgan u ashulani. Men shuni dedi, qayta ishlatib dedi, ayt o'zing deb. Ustozni keyingi ijodlarida choriqni esdan chiqarmang, kunlar kelib boy bo'lganda, uydagi yoringiz unutmang, bevafo kulib turganda degan nasihat ashulasi bor. Choriqni esdan chiqarmang, kunlar kelib boy bo'lganda, uydagi yoringiz unutmang, bevafo kulib turganda deb degan ashulada bu. Ota-yu onamdan bo'lak degan ashulasini ham sevib ijro qilaman o'zim. Endi hamma otasini, onasini yaxshi ko'radi-ku. Shu ota-onaga bag'ishlab to'ylarda misol ashula aytsangiz ham insonlar ham boshqacha qaraydi-da sizga. Bizlar ham shu ashulasini sevib ijro qilganman-da shuni. Endi ustoz muxlislar ko'pchilik eshitmagan bir ikki ashulalari bor. Misol shulardan yanog'ingiz yaqti etib kechalarni, gelibsiz yor asir etib nechalarni, bandi bilan dolduribsiz ko'chalarni, Hindistondan lashkar tutib keldingizmi, bizlar ham mehmon bo'lib keldingizmi degan ashulalari bor. Shularni bir ustozni ruhini shod qilish uchun shulardan bir xalqali ko'p aytib efirlarga beramiz. O'zgadi xohlamas ota-yu onamdan bilak, ko'nglim o'zgadi xohlamas ota-yu onamdan bilak, cheksam musibat axlamas ota-yu onamdan bilak, cheksam musibat axlamas ota-yu onamdan bilak. Doim bo'lib o'ssin devon, to'g'ri yo'lda yursin devon. Doim bo'lib o'ssin devon, to'g'ri yo'lda yursin devon. O'zgalar bo'lmas mehribon, ota-yu onamdan bo'lak. O'zgalar bo'lmas mehribon, ota-yu onamdan bo'lak. Karnım tok bütündür üstüm, triktir yok kemu köstim. Karnım tok bütündür üstüm, triktir yok kemu köstim. Bulmaz Allah kebi dostum, ota-yu onamdan bilak. Bulmaz Allah
Allah kabi dostum ey Atayu anamdan bırak Devran bek bular balkandım Edasız mihir hürmetim Devran bek bular balkandım Edasız mihir hürmetim Yok o'zga malu davlatim ey Atayu onamdan bo'lak Yok o'zga malu davlatim ey Atayu onamdan bo'lak Ko'nglim o'zgani xohlamas Atayu onamdan bo'lak Çeksem musibet aklamas ey Atayu anamdan bırak Atayu anamdan bırak Atayu anamdan bırak Davronbek her tomonlama insoniylik bo'ladimi, odob axloq bo'ladimi, hammasi bir mujassam ana shunday ajoyib inson edi. İnsonning umri bu oyoqning izi emas. Uni ne qor bosadi, ne chang bosadi. İnson umri mana shu elda yashayotgan insonlarning qalbida go'yo bir nur bo'lib hamisha insonlarning qalbida qoladi. Ana shunday insonlardan mana shu Davronbek. Uning muxlislarining, shinavandalarining qalbida ana shunday o'zining qo'shiqlari bilan, kuylari bilan, odob axloqlari bilan mana shu qalbimizda hamisha nurdek bo'lib turadi. Kamoljon akaning shunday bir so'zi bor. Men Davronbekni ko'rsam ana shu hamma narsasi xuddi ana shu narsaga tushgandek bo'ladi. Kamoljon aka aytgan, her vaqt qo'shiqni aytgan vaqtingda kuching yetadigan pardada ayt. Va o'sha ashullarni yozgan odam hayot bo'lsa, u bilan bamaslahat ish tut degan. Agar klassik ashulalarni aytmoqchi bo'lsam, shu ashullarni chuqur o'rgan, qo'shiq degan so'z va soz, ma'no va ohang uyg'unligidan yaratiladi degan. Ana shu vaqtida xalq sen aytgan qo'shiqni hech qachon zerikmay tinglaydi degan. Davronbek ana shunday ajoyib inson edi. Bir kuni uyda o'tirib edim, bordi Sharq Yulduzi jurnalining 1992-yillardagi sonlardan birisi edi. O'qib o'tirdim, tasodifan kirib qoldi. Ustoz deb ko'rishdik, so'rashdik. Keyin qo'limdan jurnalni oldi. Chunki adabiyotga, san'atga qiziqadi axir. Mana shunday jurnalda oldidan o ustoz bir ajoyib g'azal bor ekan bunda Mashrabdan dedi. Undan keyin o'qib chiqdi, aytdi bu g'azalni xalq eshitishi kerak dedi. Keyin menga iltimos qildiki, Quronboy aka dedi, bu qo'shiqning kuyi tayin dedi. Agar hozir ham mana shunday nimaga aytsam dedi, tur aytaveraman o'qib dedi. Lekin buni so'zlarini bir qator tahlil qilishim kerak dedi. Shunday deb jurnalni olib ketib, bir haftadan keyin keldi. Shunda shunday satrlari bor edi. Chun zamiring sof bo'lgan, so'ng bilingay ne kubat, xonai dilni supurmay, sen ki mehmon izlama. Keyin tushuntirdi. Zamir degani qalb degani. Shu qalbing qanchalik toza bo'lsa, sen hayotingdagi, atrofingdagi kamchiliklarni juda yaxshi ko'rasan. Agar mana shu qalbingda salgina bir dog' bo'lsa, u kamchiliklar ko'rinmaydi. Qaysi joy saranjom, sarishta bo'lsa, toza bo'lsa dedi. U uyga Alloh taolo mehmon bo'lib kelib turadi dedi. U yerga hamisha baraka yog'ib turadi dedi. Men shunda Davronbekka qoyil qolganman. Davronbek 1-oktyabr kuni to'yamida o'ynaydi. Shu maktabga kelib, mana shu ustozlar bilan ana shu 1-oktyabr kuni birgalikda ashula aytadigan edi. Omonmatjon bilan ham bir ularning bir ruhiyati yaqinligi bor edi. Mana shu 70 yilligida ko'rishib, avvalgilarga o'xshamasdi ijro qildi. Keyin
bu bağlardan bizler o'tdik, kimler o'tar degan ashulani ijro qildi. Keyin Omon aka aytdi, endi Davronbek sen men bilan yurasan dedi. Omonmatjonning shunday bir satrlari bor elning baxtidan shodon bo'laman. Ta xalqim qalbida sog'inchki bor ekan, demak men hamon bo'laman, omon bo'laman, xalqimiz qalbida hamon bo'laman. Bu satrlar go'yo bir shu mana shu Davronbekka bir bag'ishlab aytilgan deb bo'ladi. Bir kuni Otajon Xudo shukrovni bir ziyorat qilib qaytdik dedi. Keyin uyga bordik. Keyin muzeyga keldik. Shunda Otajon akaning darakasi G'afur aka, "Ey Davronbek" dedi, "ikkimiz Otajon akamning ashulasidan bir jup aytdik" dedi. Shunday aytib qo'ydilar, ikkisi jo'r ovoz bo'lib G'afurjon aka bilan. Mana shu yerda to'xtab qoldi hamma. Ana shunday bir ajoyib inson edi. Biz O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjonning tavallud sanasini Xorazmda nishonlaydigan bo'ldik. 70 yilligini Bo'zqal'ani So'lim Abdulla Qodiriy bog'ida juda katta anjuman va fayzli bir she'riyat kechasi bo'lgan. Shu davrada Davronbek Navoiy so'ziga Omonmatjon muhammasi bilan aytiladigan avvalgilarga o'xshamasini ijro etgan va shu davradagilarni lol qoldirgan. Omon aka maftun bo'lib qolgan Davronbekning ovoziga. Bu ijro bilan bog'liq xotiralarim bir qadar mahzunlikni ham qalbimda uyg'otadi, chunki umrini oxiriga yaqin 14 fevral kuni Omonmatjonning tavallud sanasi munosabati bilan ertalabki Assalom Xorazm dasturiga meni taklif qilishdi. Omon aka haqida fikrlar aytish uchun. Studiyaga kirib borsam, Davronbek Nurmetov ham studiyaga taklif etilgan ekan. Va shu yerda suhbat o'tkazdik va shu men avvalgilarga o'xshamasni ijrosi haqida, uni aynan Omonmatjonning o'ziga juda ham manzur bo'lgani haqidagi fikrlarimdan keyin Davronbek shu ashulani jonli ijroda tomoshabinlarga tuhfa qildi. Davronbekdek hofizimizdan garchi umri qisqa bo'lgan bo'lsa ham hayotda o'z izini qoldirib ketgan, o'z ovozini qoldirib ketgan san'atkorimizdan munosib bir yodgor, munosib bir xazina bo'lib saqlanib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Düşümde bir bülbül gördüm, hürküp gelmiş gülzarından. Kaysı bağının bülbülüdür, kaysı bahçenin narından. Kaysı bağının bülbülüdür, kaysı bahçenin narından. Görmüşem serçalları, sineme salmış dalları. Görmüşem serçalları, sineme salmış dalları. Başta kara kulpalları, naziktir sümbül tarından. Başta kara kulpalları, naziktir sümbül tarından. Kaçan gelir barsam derya kenarından. Aytın yarım kaçan gelir barsam derya kenarından. Kurban bolar mal özüne, şeker üzüm dil sözüne. Devam et baksam yüzüne, gözüm doymaz didarından. Yaptı beni bir nazenin, fida bulsun ruyu zenin. Hiçbir kimse benim gibi ayrılmasın nigarından.
görmese ayra düşer mi yarından? Aşık bir zulüm görmese ayra düşer mi yarından? Düşümde bir bülbül gördüm, ürküp gelmiş gülzarından. Kaysı bağının bülbülüdür, kaysı bağ senin narından. Kaysı bağının bülbülüdür, kaysı bağ senin narından. Davronbek zo'r ovozi bor edi. San'at ham zo'r edi. To'ylarda, boshqalarnikida so'zlar, gaplar quyilib keladi. Bugun ta'riflab bilmay turibman, so'z kelmay turibdi so'z. Davronbekni bir yog'i Samarqand, bir yog'i Qashqadaryo, Buxoro menga telefon qilib, biza bora olmadik, qatnasha olmadik deb shunday gaplarini eshitib, o'zimda yo'q xursand bo'ldim. Shu daraja yuraklaringizdan joy olgan ekan. Baribir gaplayman desam gaplolmay turibman. Qarasam hamma qo'shiq aytib turibdi. O'zingki haqida qo'shiq yaratishdan qiyin narsa yo'q. Ko'p she'rlar yozdirdim, tongda o'zim yozdim. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman, shu qo'shiqni sizlarga aytib beraman. Hafızlik ham Alloh bergan buyuk ne'mat. Dard alamda yanmaq ekan unga qismat. Sen ham eding el ichida oliy himmat. Sen ham eding el ichida oliy himmat. Ovozlaring qulog'imdan ketmas ukam. Siz qoling deb mangulikka ketgan ukam. Ovozlaring qulog'imdan ketmas ukam. Siz qoling deb mangulikka ketgan ukam. Men agar boshqa bir katta ishlar qilsam ham, shu qo'shiqni aytmaganimda sizlar muxlislar u ishni boshqalar ham qilar edi. Shu bir qo'shiq aytsa yaxshi bo'lar edi deb aytib ketar edingizlar baribir. Katta sahnalarga, xalqlar do'stligi saroylarına Davronbek yonimda doira chalib bormagan yillarimiz kam. Yonimda bir tog' turganda yo'q turadan oydi. Deng bo'lar deb kutmagin, deng bo'lar deb kutmagin, ishing badiqbollik bilan. Hech qachon deng bo'lmag'ay eshak bedev shonlik bilan. Ulfat olma pasqaroni fitna nodonlik bilan. Ömrünü biuda tutma malı dünyalık bilen. Tursa her yad et Xudanı yığla tenhalık bilen. Bardı turnu tağına hak birle buldu ul Selim. Kaldı bunda buldu baki öttü eyyamı kadim. Yatsayır buldu düşek, ortunçsi buldu kelim. Niye bastır niye var kıldı varın Musa Kerim. Çölde gezdi daima, raz aytışıp halık bilen. Ey atı yürek yigit, batır özün gülgün kabal. Mumda cevr etken kişi o künde bul gayresi var. Her kişi zor ile
ki bulgay sabah ul veliler serveri sultan ve istir evliya yot sayır buldu düşek örtünçü halık bilen Yakıp oğlu Yusuf'nu Heyderi'din tuttular Urdular, yığlattılar Eltip Mısır'da sattılar Nice yıl Eyüp Peygamber Tenin kurt yiyip yattılar Kol ayağın baylayıp Yunus'nu derya attılar Köp zaman taat çekip Hud yedi bir balık bilen Senin için maktım kulu yamalığını koymadın Yay zalim oldun bilgeninden kaytmadın Yay sofu boldun hiç haramdan dotmadın Bilmedin sen kaysı boldun belli bir iş tutmadın Ya spayilik bilen Boldun ne mullalı bilen ey Aman ey Siymosi suratlarda, siyrati qalblarimizda qolgan marhum san'atkor Davronbek Nurmatovning yoqimli dilxush ovozi mana yosh avlod qonishlarida bardavom bo'lmoqda. Istagimiz shuki, Hofizning ijodiy an'analari, boshlamalari albatta bizning milliy musiqa san'atimizga hissa bo'lib qo'shiladi. Buni davom qildirish yosh avlod vakillarining ijod mahoratlari bilan bog'lanadi. Hofiz avj pardada kuylayotgan chog', misoli taxtda o'tirgan podshoh, poyingda tiz cho'kmakka tayyor, agar san oq chekkanda cheka olsang oq dedi. Davronbek ovozini, Hofiz san'atkorning ovozini har gal tinglaganimizda uning hayotda barhayot ekanligiga amin bo'lamiz. Ateş nefes qo'shiqlarning bilan bo'lar parvozlari Tog'lar aro, bog'lar aro uchib yurar qish yozlari Ali qambar pinuzlari chapaldoz shahnozlari Qulog'imdan ketmas sira ustozimning ovozlari Ustoz sari kirdim menem Unga alvon gulim tortib
Huzurda boshim egib, so'zlariga ko'nglim iltib. Esingizdan hech chiqmasin ustozlarning ovozlari.